Dərsiz ötken kunlarim. Abduri Mehriya. Er ovozida Firdavs Qurban, ayol ovozida Jubbir. Mazkur asar ovozli kitob salonida ovozga ilinib, ovozli kitob salonida tarqitildi. Boshqa qandaq turbat va salonlarning ruxsatsiz ko'chirib tarqitishiga yo'l qo'yilmaydi. Beshinchi qism. Men nimani deyalaydim? Mushu vaqtdagi men xuddi ishik tubida bo'yin qisib turgan talamchiga o'xshab qolgan edim. Hayot degan shuken. U o'zining taqdiri nomli g'alvarida odamlarni tasqaydi. Shunga go'yida urilasan, go'yida so'qilasan. Ba'zida uning to'shiklaridan o'tib, o'zing o'ylamagan yerlarga tushsan. Seni u yerda kutadiğini bahar optivi, zimistonning muzdek chiroyi yoki kuz faslining sarg'aygan ko'ngli. Shunga hayot bilan taqdir hamon seningdan g'olib o'rinda turadi. Uning sizgan sizqi bo'yicha mangmay amaling yo'q. Mushu topda taqdir ko'rsatgan chig'ir yo'lda ketib borgan odamlarning mu o'ylaganlari, his tuyg'ulari bir-birisiga o'xshamaydi. Mana hozir ba'zilari jon qayg'usida, ba'zilari to'y shodligida. Jimi mavjudot erkak kishi deb ayrilganidek hissiy dunyodagi tuyg'ularmi olamning bu qonuniyatiga hurmat qilgan. Men alamdan mag'dursizlangan putlarimni so'rab daryo bo'yiga keldim. Qumishlar orasidagi bir jup terakdan hech nimadan g'am yemay shildirlab eqiyotgan daryo suvlaridan xo'shallik izlab kelgan edim. Shamolda yelpinib turgan ko'p-ko'p qumishlardan, daryoning o'qitidagi chimliqlardan bolalikdagi g'amsiz chog'larimni so'rab, Iliyar bilan qo'l tutishib mangan go'zal daqiqalarni, daryoning zumrad suvlari bilan bir jup terakni guvohlikqa tortib berishgan qasamlarimizni yana bir rat anglag'ili kelgan edim. Ammo yig'lab qizirib ketgan hasratli ko'zlarim daryo bo'yidagi shuncha go'zal manzarani azob ichida qolgandek ko'rmoqda edi. Qo'li qumga daryo suvining qirg'oqlarga urilishi xuddi uning yig'izidekla anglandi. Hayot degan ajabkan. Sen uningga kulib qarasang, u shuncha mehribon, shuncha go'zal ko'rinadi. Yig'lab turib qarasang, u shuncha bechora, ma'nisiz, rahimsiz, qo'rqinchli ko'rinadi. Men beqishib eqiyotgan suvga qarab xiyolga patdim. Endi bu yerda Iliyarni kutib o'ltirolmaydigandek qilaman. Urumchiga berib Iliyarni izday. Uning o'qish bitidiganga necha oyla qoldi. Shuncha yil saqladim. Endi bu necha oymi o'tib ketadi. Lekin bu yerda saqlashimga bo'lmaydigandek turadi. Shunga atili yo'lga chiqay. Ammo Iliyarning Urumchidagi qaysi idorada ishlaydiganligini bilmasam. Ansam, u yerni bakli cho'ng shahar deydi. Mening ya biror tonish bilishim bo'lmasa, uni qandoq izlab toparman? Iliyarning ota-onasi hech qaytib kelmadi. Buni kimdan surishtiraman? Sarixon momomlar balkim Iliyar bilan ko'rishgan bo'lg'aydi. U yozgan xatlarimni ko'rib, cho'qim javobni yozgan bo'lg'aydi. Ammo Sarixon momomlarning yuk taqillari mashina vaqasida har tarafga chechilib ketgach, Asqar akam o'zi to'nigan narsa keraklarni yig'ishtirib kepti. Lekin orasida xatdak narsalar yo'q. Yana kelib bilet olg'udek pulimmi yo'q. Qanday qilsam bo'la? Asqar akamga bu o'ylarimni desam nimada? Navod ularga demay, jimli ketsam, shuncha vaqtdan ularning tuz tamiqini yeb, bundaqli tuzkorlik qilsam, qanday bo'ladi? Navod Urumchida Iliyarni topolmasam qanday qilaman? Nadi yetib, nadi turaman? Jinim Iliyar, bundaq jim turib olmay, bira uchuringni bersang-chu. Mayli nimalish bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qim Urumchiga berishim, seni izlab tepishim kerak. Kech qo'ysumu, och qo'ymabdi debdikan. Peshonamga putilganini ko'rarman. Seni shundoq seg'indim Iliyar.
to'satdan kaynimdagi qumushlar kuchlik shildirlab, biraylanning hasirab hömödigan ig'ir tiniqlari anglandi. Men ishtik kaynimga burildim. Oldimda chekillarida munchaq tarlari yaltirgan, chiroyidagi ansizlik bilan iztirobli chirmishib ketgan holda Eliyar turardi. Ko'zlarimga ishonmayla qoldim. Bu o'ngimmi yoki tushimmi deb bo'lg'icha Eliyar g'ulashlarini kang yeyib kelib, meni mahkam quchoqladi va chochlarimni purab turib, "Kechirgin gilib, sen azoblangan chaqda yoningda bo'lamadim. Sening yolg'izligingda hamroh bo'lamadim. Meni kechirgin. Endi seni hargiz yolg'iz qo'ymayman," dedi o'tliq mehr bilan. Uning butun vujudi titraydi. Quloqlarimga to'xtamay suyatdi. Eliyarning bag'ridan chiqayotgan o'tliq haroratdan vujudim illib, ro'yim urg'ib, mamkab guliga o'xshab qolgan jismimga jon kirib, pildirlab, o'chib qolayli deb qolgan shamdek ko'zlarimga nur to'ldi. Hayajondan og'zimga faqat bu rostili senmi Eliyar degandan boshqa gap kelmaydi. Men shu gilib, tunugim bu yerda yuz bergan ishlarni anglab, quloqlarimga ishonmayli qoldi. Shuning bilan idoradagilardan momam bilan buvam qazo qilibdi deb ruxsat so'rab, opam dadamlarga demayla kechalab yo'l yurib kelishim. Sendan bekli ansirdim. Nemishqa menga xat yozib, Gul oyimxon momamning tugab ketgani demaysa jinim. Bu azoblarga o'zing yolg'iz qanday chidagansan? Eliyarning bu so'zlari bilan qizargan ko'zlarimdan uzigan yosh uning kang qovul mo'risini bo'ylab eqib, ona ziminga singmoqda edi. Harg'in quyosh tog' kayniga o'zini etib, koinot asta gugum qo'yniga singan chaqdala Eliyar bilan qo'l tutishib mahallaga qaytdik. Yozning tinjiq issiqida uylaridan chiqib, taxt ko'rikda salqindab o'tirgan kishilar qo'l tutishib kelayotgan bu ikki gavdiga bo'yunchalab qarashib, bir nimalarni tiyishib, kusurlashadi. Eliyar meni yetliginicha Asqar akamning oldiga boshlab kirdi va salom soatdan keyin "Asqar aka, ati güzel oyni Urumchiga olib chiqibdimi? Yaqindan uning oldin obdan xabar oldinglar. Ko'p rahmat. Bu yaxshiliklarni hamon qaytarma. Bizga rozilik bergan bo'lsanglar." "Nima deysan o Eliyar? Bunga ota-onang rozimi? Ya'ni kelib, Urumchida senga xizmat qilasan. Güzel aychi. Barmiz deb bordigan qo'g'illikning yo'li emas ekan bu." Ular hozirning o'zida cho'qim rozi bo'lmaydi. Ammo ularmo hamon bir kuni tushunib yetadi. Güzel ay o'qigan qiz Urumchiga chiqib, birak kasb o'rgansa, uninggacha men maktab bitasam, har ikkimiz birlikda tirishib egilik yaratmamdik. O chaqda ota-onammo Güzel ayning xizmati yo'q deyamaydi. Gaplaringga o'rinliq ekan. Ammo o'qish uchun iqtisod ketadi. Sen texi o'quvchi. Ondaqda Güzel ayning o'qish rasxotini o'ylashdinglarmi? Urumchi degan shaharda terishib ishlasangchi aka, seni kutayotgan ne ishlar bor? Hammasi faqat sening irodangga bog'liq. Japaga chidiy olsang, hamon bu ishdan tegishli unumga erishsan. Biz Güzel ay bilan maslahatlashdik. Güzel ay oldi bilan bir joyda bir necha ishlab, o'qish pulini jamlab olgandan keyin ondan o'qiydi. Men hozir praktik qilyapman. Kunduzi idorada ishlasam, kechlari yana o'z oldimga boshqa ishlarni qilib, Güzel ayni japada qo'ymayman. Xotirjam bo'linglar aka. Yaraysa afkam. O'g'il bol degan, yapsam pishamo, ko'msam pishamo deb o'ttamay, oldi bilan har qanday ishga tavakkul qilib beqish kerak. Güzel aymo seni deb shuncha yil saqladi. Endi uni kulib yashab baqsin. Sizlarga maskim kelyapti ofkam. Amsi sabringlarga uftiq tilayman. Dadam opamlar bo'lgan bo'lsa, buningdan cho'qim xo'sh bo'lgan bo'ladi. Asqar akamning ovozi titrab ketdi. Mening ko'z chanoqlarim namlanib, bu mehribon kishilarimga qiymayotgan edim. Ular gerçi mening urug' tuqqanim bo'lmasa-mu, ammo ularning menga qilgan g'amxo'rligini xeyli odamlar qilib ketolmaydi. Men cho'qim qaytib kelaman Asqar aka. Eliyar bilan shundoq deyishdik. Mahallamizdagi bo'shliqlarni to'ldiradigan kasbdan birini voyaga yetkazib o'rganib qaytib kelaman. Ikkimizning orzularimizning amalga oshishi uchun buvam momamlarning nomida bizga rozilik bering.
man mo'ldirlab turgan ko'zlarimni Asqar akamga tikdim. Xayrin Saxon adam heli Asqar akamga, heli Eliyarga qarab gangirig'inicha supida o'ltiratdi. Asqar akam ikkimizga kulimsirab qaraganicha, "Men rozi fikrlarim" dedi. Eliyar ikkimiz bir-birimizga kulimsirganimizcha Asqar akamlar bilan xo'shlashib, Urumchiga qarab yo'lga chiqdik. Cheksiz qumliq ichida yilon bag'ridek so'zilgan yo'lda irg'inib ketayotgan Abduz quyosh ufuqdan ko'tarilib, keng zaminni o'zining oltin nuriga purkashga boshlagan chaqda bekatga kirdi. Abduzdan tushib, bu notinch shaharga qiziqish ichida qaradim. Egiz osmon palak binolarga qarab, bu shahardagi odamlar jahonning qahrisida yashamdigandu deb o'ylasam, mig'ildab bir-birining kaynidan qo'g'ilishib ketayotgan mashinalarga qarab, ular shuncha oldirab nega mangandu, shaharning yo'llari aynakdek pokis turdi deb Eliyardan anglaganim raskanda, shuncha mashina mansum yo'llardan to'pi chiqay demaydi-kina, yo'l bo'yidagi yop-yeshil daraxtlar ostidagi rang-barang ichilib ketgan gullar. Pa, nim degan chiroyliq, nim degan jiq do'kon, oshpuzullardu. Bu yerdagi kishilar nimaga shuncha aldiraydigandu? Bir-birsiga udul-mudul kep qolsa-mu, hol ahvol so'rashmay ketaverdi-kina deb o'ylab, Eliyarga savol nazarda qaraydim. Eliyar bu qarashlarimdan bir narsani tushandi bo'lg'ay, meyiqida kulib turib, "Qandaq, bu shahar bulamlika gulim. Mahallamiz bilan silishtirsang, osmon zamin farqi bor. Shunglashqa, kelgusida bizning mahallanimi mushadek holliq saviyaga yetkazish sendek, mendek yoshlarning tirishchiligiga bog'liq. Qandaq, yotirawatmaydigan-sa bu yerdan?" "Yo'q Eliyar, sen yenimda bo'lsang, men hammaga ko'nib ketma. Bu yermi keyin o'z mahallamdakli menga tunish yerga aylanadi." "Sen shundaqla o'ylasang, orzuyimiz cho'qim amalga oshmay qolmaydi. Odam degan irodalik bo'lish kerak sendek." "Bu irodanimi sen menga bergan Eliyar? Shundoq tushkunlashgan chog'larimda sening so'zlaring menga ilhom bo'lib, mana mush kunga ulashdim. Endi bu kunlarni cho'qim qadrlashim kerak." Biz qizg'in paranglar bilan bir binoning oldiga kelib to'xtadik. Eliyarning deyishicha, bu uning xizmat qilayotgan idorasining yotoq binosi ekan. Yuk taqlarni ko'tarib binoning 6-qavatiga chiqdik. Yotoqqa 4 karavot qo'yilgan bo'lib, shunda xaratlik ozod edi. Bir karavotning beshiga esiqliq turgan to'limi to'nush bir surat putlarimni so'rab, yeniga boshlab berdi. "Eliyar, bu sening karavatingkanda? Qachonlardagi suratdan bo'lg'uydi bu? Qara, buni bu yerga isib qo'yguningni odamni xijil qildirib." dedim men qizlarcha nazokatlik bilan. Eliyar meni deriz tarafdagi karavotga o'ltirishni taklif qildi. "Bu sening karavatingkanda?" "Ha, shunga ozoda o'ltag'in. Yotoq turmushi mushinchilik bo'ldi-ku. Sana usuli qo'yib beray. Birdan aram ilib olgan. Ondan chiqib tomoq yeb kirayli." "Ma'qul. Bu yotoqni ko'rib mening Darul Muallimda o'qigan chog'larim esimga kelib qoldi. Bizning u yotoqda 8imiz yotatdik." "Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Endi yana o'qiysan. Shu chaqda bundaq yotoq turmushimiz yirikib, uy ijaraga kelib o'ltag'im kelib ketdi." "Voy, nim deydigansa? O'quvchilik mazgilda uy ijara olib o'ltirg'idek nadiki pulkan u?" "Undaqlar yo'q emas ba. Netsi birlashib, bir uyni ijara olib, tomoqni o'zi etib yeydiganlar ba. Ular darsin sirt, yana nurg'un joylar ishlab pul topadi. Buni bizning bir saboqchimiz shunda. U yotqir yotmay bir necha organ, bir necha uy ijara olib, ishdan sirt yana boshqa xizmat qilib yurdi. Bo'lsa, seni shu qizdan yotqa o'rlashtirib qo'ysam, qanday deysan?" "U qiz buningga unamu Eliyar. Sana demagan bilan bayatdan yoqi, men kechda nada turaman deb andishiga tushgan edim." "Ahmaq, xotirjam bo'lgin. Ha, qancha bo'lsa-mu, seni bu yerda yotsan demasman." "Qarg'ina gapingni." Men kuldim. Mening bundoq kulib boqmaganimga xeyli zamonlar bo'pti ekan. Kitoblarda deyilgandek, muhabbat ajoyib narsa. U seni qoqoqlab kuldiralaydi, ham qor yomg'ir yig'latalaydi degani rost ekan deb qoldim. Shunda qilib men Eliyar degan yiliq qizchaqning yotog'ida yetib turmoqchi.
ertadan boshlab ish izlamoqchi bo'lishdik. Sahar men uyqusizlikdan qizargan ko'zlarimni derazasining sirtiga tikkanimcha bu yangi hayotiy qadamimni nadan boshlashni o'ylab xiyol surib o'tiratdim. Eshik yenik chekilib, illiq tabassum bilan Eliyar kirib keldi. Xayrlik sahar. Kech turibsanmi gulim? Qandoqroq uxlabsan? Xayrlik sahar. Uni bir dema, kichik quliqimning tuyudili g'oyuldab o'tayotgan mashinalarning ovozida bir uxlay olgan bo'lsam, bu shaharliklar uxlag'ichi quliqqa paxta tiqib uxlamdigandi. Gipangdan qaraganda kichik uxlayolmabsan-da. Qara, ko'zlaringmi shunda qizirib ketibdi. Shaharning shovqin suraylarga asta-asta ko'nib ketsan. Har qanday odamni bag'riga singdirib ketadigan shundoq mehr issiq o'rimchi bu guli. Sendek talantli qizni albatta uzun qolmayli singdirib ketadi. Sening bu gapingdan sen ko'nib qopsan-da bu shaharga. Undaq yurtimizga ketadigan ishlar-chu? Yurtimizga albatta ketamiz. Ammo quruq qo'l kelsak bo'lmaydi-da. Oldi bilan ma'lum ilgilik, tajriba to'playmiz. Ondan yurtga borsaqmi kechikmaymiz. Hozir jahon taraqqiy qildi. Bizdek ziyolilarni hukumat o'z oldimizga iyilik qilmaymiz desak, qo'sh qo'llab qo'llaydi. Yezlarning turmush saviyasi hozir tuvan o'rnida turyapti. Biz o'zimizni o'zimiz qutqizishimiz kerak. Lekin bu jaryon jafoliq jaryon. Shundaqdimi tirsak, amon bir kuni yezimizni mushada qilmasakmi, ammo kishilarni Alloh saviyaga yetkazishga ishonchim komil. Voy, atdiganda po deganni oymayli otqili turding-ku Eliyar. Ammo g'ayratingga qoyilman. Degina uzundagi gapni qilmay, men hozirni. Men bu yotoqda kunda sening tomoqingga sherik bo'lib bekor o'ltirsam bo'lmas. Chiqib, bir ish qiladigan yerni izlamamdoq. Bugun ta'limimizga shanba ekan. Sen ishlamaysan, Axjon. Ammo nimaga ammo deb turib qoldim? Uydagilaring cho'qim bu 2 kundan derikangni qilib ketdi. Shu tag'anglarning uyiga bir berib kelgan. Ularmi xotirjam bo'lib qolsin. Menmi shunday qo'yilgan. Sen keyin ishga ishdog'in. Men beribdi kelima. Ondan chiqib, qildigan xizmat izlayli. Xizmat deb ketding-ku Eliyar. Mendek to'liqsizni bitiribli tuzukrak o'qimagan odamga xizmat nima qilsin? Biroq oshxonada qochquchi yo'g'idek ish bo'lsa-mi bo'ladi. Seni undaq ishga sep qo'yib, mening yuragim qandoq chidaydi jinim? Hozir uni o'ylashadigan vaqt emas Eliyar. Ko'nglingni tushunma, ammo mening hozirgi bu ahvolimda men xizmatni emas, xizmat meni tanlaydi. Shunga men sen uchun ham keyingi orzu-armonlarimiz uchun har qanday jafoga chidayman. Nadimi jafo tatmay halovat bo'lsin Eliyar. Rostilla mushunda qo'yilgan bo'lsang men xotirjam bo'ldim. Rost aysan, ikkimizning oldimizdagi mangmoqchi bo'lgan yo'limiz haqiqatan mushkul ham jafoliq bo'lishi mumkin. Ammo bir-birimizga tasalli bo'lib tirsak, ishilman, cho'qim g'alaba qozonamiz. Bo'ldi. Amsi gapon rost bo'lsa oldi bilan cho'nglarni yeniq berib kelgin. Men seni saqlab turay. Bo'lmasa ikkimiz tangla borayli. Odamni qo'qatmag'ina. Opam meni ko'rsa seni urib ketamikin. Mening bu yerga kelganimni bir kun uxmasa, bir kun yaxshi. Navoda o'qibli qolsa, sangami yaxshi kun yo'q. Biz baxtli tavakkulchilik qildik chiqib bu ishda. Hech qisi yo'q. Opam ikkimizga qarshi turg'ini bilan dadam bak bilan odam. O bizni cho'qim qo'llaydi. Ammo sen degandek, hozircha ular sening bu yerlikingni bilmay tursin. Keyin yurtga qaytganda cho'qim bildi. Shu joyda bir gap bo'lsin. Ammo hozir ikkimiz birga berib sen talada tursang, men uyga kirib birdamdil chiqaman. Ondan shu yerda Janubiy kichik qo'vqqa berib xizmat izlayli. Janubiy kichik qo'vq deganing na o Eliyar? Ajab udulli shu yerni dedingu? O yer kiyim-kechak top setish o'rni. Har qaysi noya, shaharliklarning hammasi degidek musha kelib mal oldi degina. Jura, ketayotqash deb beray. Biz binodan tushib, bir avtobusga qistilishib yurib chiqib, xeyli uzun yo'l yurgandan keyin bir yerda tushdik. Avtobusdagi odamlarning qistingchiligi ham avtobus har biri to'xtasa, uzilmay chiqib tushib turgan odamlarga qarab, "Uyyo, buncha odam yilmi bu shaharga sig'idi ekan, ularning aldirashchiligichu texi, bir-birisi bilan kori bo'lmay, hammasi o'zining ishi bilanla" deb o'ylab, mahallamizdagi eshikdan chiqsala nayga mangando deb g'ayvat qilishadigan illiq chiroy xo'lim qo'shnilarim bilan bir selishtirishqimi ulgurgan edim. Eliyar tog'isining uyidan beshi sangilgan holda chiqib keldi. Men uning bu holatidan cho'qim opsidan til eshitganligini pamlab bo'ldim. "Nim bo'lding Eliyar? Opang bir nim dedimi?"
dedim men taqatsizlik bilan. Ammo Eliyar gap qilmay mangdi. Men uning bu holatiga qarab faqat chidab turolmay uning oldiga o'tib, "Nimalish bo's degina, men to'liq qiynamay. Men har qanday gapga ko'nik." Eliyar chiroyimdagi jiddiylikka bir hazo qarab turgandan keyin to'satdan qoqoqlab kulib ketdi va kulkisini tast to'xtatib, "Hey, seni qanday qilakin deb qasdan shunday qildim. Opamlar texi mening maliga bag'rimdimi xavarsizga?" degenicha sho'xlik bilan oldiga qarab yugurdi. Aski odamni shundoq mahmaq qilamsan?" deganimcha uning keynidan qo'g'ladim. Eliyar bilan ikkimiz optuzda qistilishib yurib, kichik qovuqqa yetib keldik. Qadrlik anglag'uchilar, Mehriyaning Ersiz o'tgan kunlarim nomli hikoyasining 5-qismi bugun mushu yerda tamom. Go'zal oyning xizmat izlishi o'ngishli bo'ladimi? Asarning davomi qiziqsanglar, diqqatinglar davomliq ovozli kitob salonimizning buningdan keyingi mazmunlarida bo'lsin.